öz vaqtida 488 ming koy degan pulni bergandan sirt yana 80 ming koy pulni chalimi qilib 8 oy to'xtab 8 oydan keyin qo'limizga topshirib olgan bunu mashinalar hozirgi bahosi mushu yengiligi bilan nech pulkan uqib baqay degichili bo'lib qolsanglar mazopini oxirgacha ko'ringlar yana ko'rganda mashinamizningki yengiligi pokizligi bahası cihetlerden qo'sqonligi yıqib qolsa mühürlük yurganini bilib mushu mashinaningki taqilishi uchun yulduz knopkasini yuritib qulun qo'shnilarga avatib qo'yib ko'rsanglar demoqchi tuqqanlar mashinaningki mana öz vaqtida do'kon bahası 488 ming ko'ylaq mashina shu holatni saqlab turgan hamda amaliy mangan kilometr sanıma 104 ming kilometrni amaliy mangan mashina amaliy bosgan mashina mana ko'rsanglar bu tuqqanlar mega keling balam Maşininin yeniligini qanday bilibmiz degan chaqda miya qalashni ko'rdinglarmi miyaga? Maqaya qalanmini. Val asho miyaning haliqi nuri mo'sin bo'lib ketmagan, jirilib ketmagan mana mushunda yeni tug'an mashinani huzuronliga yo'qolang pulga olib keldim. Ma o'rindiqqa qalashlar tuqqanlar ko'rdinglarmi? Haqiqiy jin qurum mana. Qurum bular lekin ma ko'makda tutqulum bo'lmaydigan qattiq qilin qurumlarning qurumlari. Chunki Audi Q5 degan mashina 4 chaqisi so'yitqini sug'utgan machar qo'yib qo'ysanglar sug'utgan va istitgan knopkalari mana bo'g'in amag'ima eng taqashqini demakchi mushu mashinaningki Audi Q5 tarifisidan mening oldiga o'tib dingjisi yo'q demakchi mashinamizningki hamda motor qismi bilan tunishilib tuqqanlar motor so'lab qolib qolsama bir tal kor almashib ketgan bo'lsam mayli mushu mashinani sotib olg'ala qaysi shahar qaysi nimadan keling bir tal kordan olmalashqini bizga deb berasangiz yoki 20 minutcha akilib bir tal kor almalashgan ma mashinaniki dalisa ma mashinani sizga sovuq qildik shunga tuqunum mashinaning pokizligi meningcha yarab o'tab ketar qanday odamga chunki mashina haqiqiy pokiza endi bunda pokiza mashina minitdim saltanat mashinachilikning mashina yig'ib olish o'lchamiga to'shgan bunda kapotning mixlarimi shumiganday turgan zavodida chiqayotgan mashina minitdim digichili bo'lib qolsanglar mashinamiz chuyto polisni ajoyib muvofiq tanishib chiqib berdik mashinaningki yengiligi har qanday yerdan kelsanglar o'tibdi shunga ortiq gapib vaqtini yaptımay tuqqanlar yuraklaringlar besavatqach yulduz knopkasini yoritib ima qo'lin qo'shnilarga avatib qo'yadini avatib qo'yib kanlar mashina mushu mayimda mashina og'iz suvoqligining quluqiga yetishga qo'shgan to'pangni ulab qoldi. Mana makeyinde diyen şey chiqitgan degan mani satlab tikkan tuqqanlar. Endi ma mashinaningki yangiligini bir qadar ko'rgan bo'ldik. Yil tarixi 2012 ning mashinasi. Ammo 2023-2024 ning mashinasi bilan bir yerda qo'ysak, qilchi farqlanmaydi koni yangilikda. Mashinaningki haqiqatan pokiza bilan bunda bular tuqqanlamdi. Mashina yeni, mashina har qanday yerdan kelib sotib olsanglar bo'pti. Bahasi ulab qolib qolsa 70 necha ming ko'ga olib kelsanglar bo'pti mashinani. 70 necha ming ko'ga bizning shu saltanat mashinachiligidan, yana shu Xotan shahrining ichidagi saltanat degan mashinachilikdan olib kelsanglar mashina naqba tuqunum. Bunda mashina otdim degichli ulab qolib qolsa, kelsanglar bo'pti. Mishiyagacha ko'rgan tuqqanlarimga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqtingizni chiqarib zopinimizni ko'psizlar, abi qo'llashni Qulun qo'shnilarga yo'llashni, yulduz knopkasini da besib qo'yishni unutib qolmanglar, tuqqanlar. Hech bo'lmasa shu mashinaning qurilishga qo'shgan bir kishilik to'pang olib qotim. Yaga bir tututang bo'lam. Men qalanglar mana. Yefin jarchan ipin xo. Keyingi zopinda ko'rishlar, xar xo'sh azizlar.